Assalomu alaykum hammaga. 1928 modelimizni Andijonga tayyorlab berdik. Bir to'la obzorni olib ketamiz. Clash model 1928 litsenziyaning original bo'ladi. Ustlari avtokraska bo'ladi. Balonlar ham kattagina, bir qarichdan ozgincha yetar etmas. 4 ta motorli, 24 voltli. Balonlar ham anchagina katta, ham uzun model. Orqalarda temir amortizatorlari bor. Orqa motorlari ham kattagina, balonlari ham kattagina. Sidenalari oldinga orqaga suriladi, o'rtasi perforatsiyali bo'ladi, kojinli sidenalar. Tuplari bor, zaryadkalari bor, kitobchasi bor. Eshiklari mana yonga ochiladi, ikkita eshigi ham. Ikkita 8 yosh bola bemalol sig'adi bu yerga. O'rtasida signal joylashgan. Monitorlar ishlaydi. Torgaga fleshkasi bor, katta kichkina fleshka hammasi ketadi bu yerga. Til harflarni o'rgatadigan edi. Chirog'ini o'chirib yoqish, tezligi, high, low, tezlik, sekin tezlik. Mana bu fan, mana bitta deflektordan havo chiqib turadi, muzdek havo mana. Bu sizlarga hozir bilinmaydi, havo muzdekni havo chiqib turibdi. Buni qizil ranglari bor, yashil rang bor va yangi ranglari bor. Tayyorlab klientga video qilib berib, sizlarga obzor qo'yamiz. O'rtasida temirli amortizator, ancha baquvvatgina, ham uzungina. Tezliklari ham tez, 10-12 tezlik atrofida yuradi. Oldidan deski faralar, o'chirib yoqsa bo'ladi faralarni. Tegan emas, simni osib yotmayapti. Hammasi korp bilan yopilgan. Baquvvatgina model. Kimga mashina mashina kerak bo'lsa, bemalol zakat berib, chiroyli qilib chiqarib beramiz.